Klimat savdo uylarida yana yangi mahsulotlar. Bizni kuzatishda davom eting. Doim yangi mahsulotlar birinchi bizning do'konda. Bugungi mahsulotimiz o'zi qiziydigan panelli radiatorlar. Bizda ko'pchilikka tenbachok yasab, hamda radiatorlarni isitish uchun moslama qilib berardik. Endi Akfa kompaniyasi o'zi qiziydigan, xohlasa отопление kotelga ulanadigan radiator ishlab chiqarishgan. Bu radiatorning afzalliklari: 1 kilovatlik tent o'rnatilgan. Issiqlik berishi juda ham yaxshi, mukammal. Qayerlardan kabellari chiqib o'tgani yo'q. Hamma narsa ichida joylashtirilgan. Wi-Fi ulab, uzoq masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ham ega. Buni ikki xil turi bor. Ham sensorlisi bor, hamda barashkaligi bor. Ya'ni gradus mexanik qo'yiladi. Bu bo'lsa avtomatik qo'yiladi. Ikki xil turdan bor. Uni xohlasa vaqt rejimida timer bilan qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Hozirgi kunda mana yoqib qo'ydik. Yoqqanimizda ozgina bo'ldi. Qizib, zakon isib turibdi. Kimgadir shunaqa noodatiy zamonaviy mahsulotlar kerak bo'lsa, G'ijduvondagi Klimat Santexnik guruh do'konlariga aloqaga chiqsalaringiz, aksariyat do'konlarda topilmaydigan mahsulotlarni bizning do'konda topishingiz mumkin. Xohlasangiz buni qora ranglisi ham bor. Klimat do'konidan uzoqlashmang. Barcha yangiliklar bizning do'konda.